Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarimiz, sog' va omonmisizlar. Mana biz hali ham o'sha xalqning xizmatidamiz. Boshimiz to yerga egilguncha inshaalloh xizmatda bo'lamiz va buni isbotini qilib beryapmiz. O'sha gap azizlarim, o'sha ulkan boylik nimaligini men sizlarga tushuntirib kelyapman. Bu albatta salomatlik. Insonda qanchalik salomat bo'lsa, mana shu yeganda, ichganida halovat bo'ladi. Hattoki ko'zlarga dunyo bundoq keng bo'lib ko'rinadi-da. Bir joyga zorib tursa, keraksa, ko'zlarsa, ko'zlaringizga tor bo'lib ketadi ekan. Mana shu opamizni keraksa doktorlar o'ylasan degan. Ishonasizlarmi? O'ylasan degan. Qaytib berishgan, umring oz qoldi deb. 3 marta boshdan infarktlarni o'tkazgan. Meni oldimga kelganda shunaqangi ayanchli holatda edi. Mana hozir ne ko'z bilan qarayki, 2-3 oyni tugatib kelyapsiz. Hozir mashatta meni xizmatimni qilib yuribdi. Ishonasizlarmi? Ichkarida choy damlagan, idishlarni yuvgan, boshqa qilgan. Qani nima? Nariga opamizni ham chaqiringlar baqa. Uni ham bugun bir nima qildi? Zarifani chaqirmaydi. Zarifamni ham chaqiringlar, Zarif opamni. Endi nima desam ekan? Shunchalik shifo topganidan shunaqangi xizmatlar qilyapti. Men ichkariga kirib chiqyapman, ko'rib holatlarni to'g'risi ko'zimga ishonmayapman. Chunki opamni birinchi kelgan holatlari juda ham ayanchli edi. To'g'risida nafas ololmas edi. Yuragi tomonda endi muammoni aytmasam ham bo'lardi. Hansira borku ko'zlariga umuman dunyo tor bo'lib ketayotgan edi. Mana ne ko'z bilan qarayki, mana o'tgan oy yaxshi bo'lib keldi. Jitcha syomka qilamiz dedim. To'xtang opa dedim. Syomkaga yana jitcha qopdi dedim. Keyingi oyda qilib bering shu narsani dedim. Yana ham zo'r bo'lib keling dedim. Shu ishonchliroq zo'r chiqsin dedim. Mana opam to'g'risi olib ketdi, iste'mollarni qildi. Allohning bilan ne ko'z bilan qarayki, hozir yurib ichkarida xizmatlar qilib yuribdi-da, to'g'risi. Yana mana aytib bitta Zarif opam, bu ham keldi bugun. Jahongir deydi, men deydi renginchi bilan deydi sport belashib deydi. Umuman tushgan renginimni pulini bermasdan deb keldim. Nimaga deysiz? Bu opamni juda tanib qolgan ekan, rengichi ham olaverib, grijalar endi to'lib ketganidan to'g'risi bot-bot bo'lib ketgan ekan. Bu opamning ham asmasi bor edi, kerak bo'lsa. Mana asmalaridan asar ham qolmadi, grijadan hech nima qolmasa, rengichi qilib berganiga kerak bo'lsa tekinga qilib beribdi-da endi. Shu tomonini o'rgatib qo'yapman, shifo topsa bo'ldi tekinga deb turib. Ashna qo'yapman. Ustozim sizdan, ha? Xush kelibsiz opa. Bitta mana meni olimga kelguncha mana shu boshingizdan o'tgan dardlarda bitta gapirib bering, chunki meni kuzatuvchilarim juda ham ko'pki, menga o'xshagan kasalliklar bormikin deb kuzatayotganlar borda, meni dardimga o'xshagan insonlar shifo topganlar bormikin deb, hali o'ziga o'zi savol berib, meni juda ham kuzatadi-da shu insonlar. O'sha haqida bitta ma'lumotlarni bersangiz o'zingiz. Birinchi men bu joyga kelishimdan oldin ozigani shunchaki dori olgani kelgandim, chunki yuragim og'rirdi, infarkt bo'lgandim. Oldin ozib olay, keyin yuragimni davolayman dedim. Yo'q, men xato qilgan ekanman. Ichishni boshlaganimda ozidim. 130 kilodan og'irdim. Rosa ko'payib nafas ola olmasdim, qiynalardim. Endi choylarni ichdim. Mana yog'larni, dorilarni ichdim, shu choylarni ichdim. Mana shu ko'knonlar yog'larni ichdim, hamma yo'qni ichdim. Foyda bo'ldi. Keyingi safar kelganimda ukasi malolni o'zim bering. Mani radikulitim bor edi, oyog'im totib qolyapti. Keyin yuragim 3 marta infarkt bo'lgandi deb aytdim. Keyin aytdi, opa shularni iching dedi, ko'rasiz. Bir kunda men uyda hattoki mana shu bir xona uy bo'lsa shatta shipirgani quvvatim yetmasdi. O'tirib olardim, engashib mana qilib. Mana bugun kechgacha shatta tika turdim. Allohga hamd sanolar bo'lsin, bitta joyim og'rimadi. Xizmatda qilib choylarni damladim aytading odamlarga. Choylarni damlab kelgan-ketganlarni kuzatib turdim. Xudoga behisob shukr. Mashalloh. Mana shu bolani yaratgan Allohga shukr. Shunaqa qilib bizga ro'bara qilganiga shukr. Mana shu bolaning orqasidan biz soppa-sog' bo'ldik. Mana buyragim og'ridi. Kulikva beradi. Kulikva buyragimni bitta qo'zidi. Og'riq qoldiradigan ishdim. Hozir mendan sog'lom odam yo'q. Onam bitta joyda yotadi. Onamni qarab, ham onamga, ham o'zimga yig'lardim. Men odamga o'xshab uy shifralarmi kimman? Nargisdan ber. Menga bir odam yordam bersa, bir uyimga kelib yordam bersa deb ukamlarni, singillarni hamma to'plab olardim. Hech kim kelmasdi. Men hozir hayajonlanib terlab ketyapman. Emotsiyaga berilib ketyapsiz, bilib turibman. O'zim tushuntiray. Rosa ham nima bo'lib, bunaqa ahvolga tushmagan edik. Endi Allohga shukr, Xudo shohid. Mana shukrlar energiyaga to'ldirib qo'yganda opa, mana ko'ryapsizlarmi, o'shancha mana sovut turibman-da, sovutib. Shu Jahongir akam sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Menga o'xshagan dardmanlar kelolsa shifo topadi. Ammo birinchi bo'lib ximkat chiqarar ekan, keyin hamma dardni Alloh shifo berar ekan. Mana shu tachiska qilib to'ldirar ekan. Keyin shu aytib qo'ying, mana bugun ko'rdingiz, Dilxarali ham bo'ldi, o'zlaring guvoh bo'ldlaring. Noto'g'ri narsa, u narsa. Mana uni
hamisha shuni ichsin. Simala mo'min ichgan odam Simola simsim deb mo'min yotgan garenlar mo'min oladi. Simsim mana shu simsimni ichgandan keyin shuni ichinglarki, buni effektini qo'shib beradi. Ini sizlarga rost effekt yaxshi bo'ladi. Og'riqlaring qoladi. Ini oyoqlaringda tikka turganlaringni his qilasizlar. Odam beling ushamasa odam tikka turib yurmaydi. Bir joyda tozalanmaydi. Bir odamga qaralmaydi. Bitta choy damlash uchun voy qachon oshxonaga borib choy damlayman deysiz. Siz moykoni billa iching. Rosa kuchayib ketsa bitta og'riq qoldiradigan iching. Sanko'r manko'r bo'lasiz. Odam mazza qilib yashaganga nima etsin? To'ppa-to'g'ri Men rahmat aytaman shu bolaga. Xudoga shukr qilaman. Mana shu kelib davolanayotganimga Allohga shukr qilaman. Ham beringlar onajonimga. Shuning uchun hozir men yaxshiman, yurakdan chiqarib gapiryapman. Allohga behisob shukr. Boringizga shukr onajon. Endi mana hammasi haqiqat ekan. Mana negativlarga nima deysiz, opajon? Negativlar baloni battarini yesin. Hammasiga Xudoni boqqan balosi bor. Yolg'on gapirganlar, ustimizdan kulayotganlar, yolg'ondan kelib bunaqa shikoyat qilganlarga Allohning jazosi bor. Ular nima gapirsa tili kalima kelmay qoladi. Hamisha yuzi qora bo'lib ketyapti-ku mana. Mana nechta odam gapirdik, yuzi qora bo'lib ketdi. Nima bo'lyapti o'zi? Bir so'm pul yo'q. Men uni ildim, mo'ni oldim dedi. Qani olgan narsasi yo'q. Yana menga shifo bo'lmadi. Odam ashnaqa bo'ladi. Har qanaqa bolnisaga dori olsang ham odam bir qo'zg'aydi, ko'ngil ayniydi, oyog'i ushab qolib ishib ketadi. Sekin davo bo'ladi-da. Doktor keyin bo'ladi tabiiy narsalar bo'lsa mana ko'ryapsiz. Osmonni bersa, reaksiya berib o'smikollar ham. O'shaning uchun odamchicha sabr qilish kerak bu narsaga. Ko'pchilik Kulikuvani mana masalarga mana originalini beryapman. Opa, Kulikuva haqiqiy original mana shunday bo'ladi. Chunki mana bilsangiz, mana u Kulikuva haqiqiy. Hali ko'pchilik mana bozorlarda ko'rsangiz qop-qora shunga o'xshagan narsa sotyapti. O'sha masalan mana u umuman golubinka bo'ladi-da. Golubinkani Kulikuvada sotishyapti ekan. Odamlar ham aldanib qolyapti ekan. Azizlarim, bu Kulikuva mana Rossiyadan keladi. Bu haqiqiy mana shu mana original ko'rib turganingiz mana shu bo'ladi mana. Bolotiyada bo'ladi. Tushunyapsizlarmi bu narsa? Rossiyadan keladigan narsa. Bu juda ham shifobaxsh narsa. Shuni bilinglarki, mana pochni shamollashlar, sistitlar deymiz. Mana kreatin, machaviylarni ko'tarilib ketgan bo'lsa, mana bu yerda mana shularni davolovchi narsa. Mana shu opamga mana hozir kim ko'rib turibdi shu opa 3 marta infarkt bo'lgan, mana berasizlar bahod. Mana xalq, mana holatni ko'ringlar. Men hozir qoyil qoldimki, mana shu yerda kirib onamlar bilan birga o'tirishib xizmat qilib odamlarga choyda damlab ish qilyapti. Ertalabdan beri mana ertalab kelgancha mana bittasi Zarifa opa bakili 2 qadam yursangiz, 2 qadam yursa bat nafas qisib hansirab qolardi shu insonda gapni ochig'i. Tikka tura olmasdi-da. Umuman hozir mana opa ukalar Allohning izi bilan zo'r shifo topib olib o'tirishdi. Juda ham ko'rib xursand bo'ldim. Endi opa, Xudo xolsa men shunchalik komil shifo topsiz. Mana haqqimga bitta chiroyli duoda qiling-da. Mana shu sovg'alarni mana mendan sizga qatta ko'rgansiz, mana qaysi tabib, qaysi doktor bemorini tuzatib qo'yib keryapsa, mana shunday sovg'alar bilan shifo bergani. Shuni bilib qo'yinglarki, negativlar. Sen pul uchun boshqa deysan. Pul menga u ikkinchi o'rinda bilib qo'yishgan. Menga birinchi o'rinda natija. Mana ko'rib qo'y. Mana shuncha amma xolam yo'q yoki boshqam yo'qda. Mana Allohga shukr. Biz bor. Mana qalbimda mana bemorlar shifo topgani bor. Shuni qo'yinglar. Endi bu qilayotgan ishimiz Allohning roziligi uchun, savob uchun. Tushunyapsizmi? Bu yerda ehsonni mukofoti ehson degan. Xudo xolasa biz mana beryapmiz. Mana bir joyim kamayib qolmaydi. Shuning uchun Alloh aytgan ekancha, so'ramaysanmi? Qancha so'ra deganda Xudoda bo'lsa. Shuning uchun men faqat Xudodan so'rayman. Mana shu bo'ldi. U tomondan o'ylamagan tomondan Xudo menga berib qoradi rizqini. Shuning uchun biz hech qachon mana mashatim ochiqda mana shatim ochiq. Shuni bilib qo'yinglar. Ko'ngil toza, qalb toza. Shuning uchun har bitta kelgan insonga, men uchun shu insonda sizni har bittalaringiz salomatliklaring muhim, qadrlaring birinchi o'rinda. Shuning uchun bitta duoda qiling, mana shu sovg'alarni olib keting. Ilohim amin. Ilohim sizni bundan ham martabasi ulug' bo'lsin. Topganingizga Alloh baraka bersin. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Bizga o'xshagan dardmanlarda Alloh dardiga shifo bo'lib kelibsiz. Alloh bundan ham martabasi ulug' bo'lsin ukajonim. Ilohim hamisha dard ko'rmang, g'am ko'rmang. Negativlar o'zlari uyalib, o'zlari chiqib ketishadi. Amin. Allohu akbar. Ilohim siz kabi shunaqa mashq kelayotgan va kelib ketayotganlar komil shifo topib shunaqangi yorug' yuzlar bilan ko'rishimizni Allohim bizga barchamizga ro'zay nasib aylarkin. Allohu akbar. Shunaqa gap mana shu sovg'alarni olasiz. Azizlarim, bitta narsani aytib qo'yay. Mana shu narsani mana olyapsizmi? Mana hop puliga hech qachon oho demang. Gap yo'q, mana oling. U pul qo'lda kira. Tushuninglar-da. Siz shifo topganingiz shu narsa mendan sizga tekin mana olib ketaverasiz.
Menga salomatligingiz muhim. Shuni bilib oling. Opa bilasiz, menga bitta hozir chiqib bering deganingizda, "Yo opa" dedim. Komplekt kapitalniy remont qilaman. Mani oldimga shifo topgani kelgansiz. To'laysiz olib ketasiz dedim. Mana endi bilasizga padarkaman. Xudo xolasa sog' bo'ling opajonim. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa hali ko'z ko'rib, quloq eshitmagan yangiliklarni faqat mana shu tabib Jahongir Mirzodan ko'rasizlar. Men boshim yerga egilguncha sizlarning xizmatlaringdaman. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.